Assalomu alaykum azizlar, barchangizga xayrli oqshom tilab qolamiz. Bahoriy kayfiyat barchamizni tark etmasin. Jigarlar, menga bittasi lishkamga savol bilan chiqibdi. Savoliga javob berdim va video murojaat qilib chiqay dedim. Chunki ko'pchilikda bu savolga javob kerak, ko'pchilikda bu savol bor. Savol shundan iboratki, O'zbekistondamiz. Bu mashina Rossiyada ekan. Biz yutib olsak qanday bo'ladi? Qanday bizga mashinani olib kelib berasizmi debdi. Yo'q, akalar, videoda ham men aytganman. Mashina yoki $10,000 pul sohibi bo'lishingiz mumkin deganman. Mashinani pulini sizga O'zbekistondagi yaqinlarimiz bor. Shular sizga olib borib, qo'lingizga tutqazib, video qilib bizga yuborishadi. Bu videoni qo'yamiz. Like bosamiz, repost bosamiz, 10 ta do'stimizga jo'natamiz. Videoni iltimos va Telegram kanaliga o'tib obuna bo'laylik. Telegram kanalimizga 4000 ta odam qilaylik. 4000 ta odam qilsak, biz o'yinga start beramiz. Hammaga omad yor bo'lsin. Savollar bo'lsa bemalol lichkaga chiqaveringlar.